Bo'layotgan ishlardan xabaringlar bor. Ko'p insonlar chuqurlikka tushib qolgan. Shu qatorda men ham ko'p videolar chiqib ketyaptiki, benzin narxi qimmat bo'lib ketdi, benzin narxi 100 rublga chiqib ketdi deb. Qaysidir zapravkalarda 92 yoqoqli benzin topib bo'lmayapti deyishyapti. Hozir как раз mashinamda benzin tugagan, borib zapravka qilib shu narsaga aniqlik kiritamiz. Akalar zapravkalarni yopib qo'yishibdi. Zapravkalar yopiq. Benzinning narxi vроде бы o'sha turibdi, lekin qanaqadir hali yo'q. Hozir bosib olaychi. 1 soatga yopib qo'yishibdi. Sababini so'rasam, benzin kelgan deydi. Hozir shu benzinni qo'yib olsa, keyin yana ochamiz. 1 soat endi bularni kutib tura olmayman. Boshqa zapravkani qidirishda davom etyapmiz. Так, у нас 53 литра. Добивать будем. Пусть побольше зальется. Так, ko'rib turganinglardek 57 litr 95 plus benzina narxi 73 rubl 87 kopeyka. Hozircha tushkunlikka tushishga o'rin yo'q. Albatta bu Moskva shahri. Sizlar qaysi shahardansizlar va sizlarda qanaqa holat bo'lyapti? Kommentariyga yozib o'tinglar.